Golsda yuraveradi va kuni shunga qopdi Dildor Usmonovani pampers sotib yuribdi. Hali ular shuncha statusda yuruvdingki, endi nolga tushib bozorda pampers sotib yuribdi degan holatlar bo'lgan. Ko'ryapsizmi? Bu bir yomon unijeniya, to'g'rimi? Ikkinchisi, oilaviy tarafda. Oilaviy tarafda menda juda katta sinov keldi, aynan Greenleaf'ni boshlagan paytimda. O'zi o'sha kompaniyadan chiqish oldida juda men bunacha sizga ibrat uchun aytaman. Ko'pchilik shogirdlar bilan gaplashganda bahonasi ko'p. Voy bolam issig'i chiqib qoldi, 1 oy biznesda yo'q. Erim ruxsat bermadi, 3 oy biznesda yo'q. Qaynonam ruxsat bermadi, 40 kun biznesda yo'q. Bormi shunaqa shogirdlar? Bor. Menda mana shunaqa bahonam uchun sabablarim ko'p edi. Men biznesni boshlaganimda moliyaviy tanqislik mana shu 0 darajada edi. Nimaga? Chunki o'sha ishlagan katta kompaniyada pulimni tikuvurman deb statusda damlagan bo'lgan, o'shancha hozir pul tikib, qalbaki statusda hech qachon shogirdlarimga qilmayman. Chunki tarmoqli marketing o'raga o'xshaydi. So'zingiz ham to'lmaydi-da. Chunki hamma живой komanda обученияsi bilan qilish kerak. Ana shu paytda sinov keldi. Ya'ni 1,5 yil O'zbekistonga korporatsiya kirib kela olmadi. Nimaga? Pandemiya paytlari dovurlar kelib qoldi. Ana kiramiz, mana kiramiz, yo'lni yopildi. Xullas 1,5 yildan ko'p vaqt o'tib ketdi qoldi. Ana shu joyda bilasiz, men endi buni ibrat uchun aytaman. Meni ham bahona qilishim mumkin edi. Meni o'zi aslida oilada 4 ta o'g'lim bor. Hozirgi kunda 3 ta kelinim va 7 ta nabiram bor. Xo'jayinim bor. Alhamdulillah, Allohga shukr. Qaynonam biznesi Greenleaf'ni boshlaganimda 2001 shu noqonuniy paytda ekan, 2021-yilda olamdan o'tgandi. Hali o'sha Greenleaf'ni men 19-yil boshlaganman. 19-yilning oxiri, o'rtalarida shunaqa. Ana o'sha paytda bilasizlarmi, qaynonam rahmatli nima qilganda shuni ham aytishim kerak. Mahsulotini olib kelganman-da, ya'ni shuni aytishim kerak har doim. Qanaqa qilib yo'q narsadan biznes qilingan. Birinchi inson ishonch bo'lsa, o'zi ishlayotgan korporatsiyaga, mahsulotiga, hali korporatsiyaga ishonchim yo'q, lekin mahsulotiga agar ishonch bo'lsa, tog'ni ham shuna urib, betonni ham yorib chiqar ekan. Men o'sha paytda ham 3 ta kelinim bor edi. Shunday anaqa qildim-da, kirganimni uyga olib kelgandan keyin